Yo'qotib qo'ymaslik uchun yozib qo'ysam bo'ladimi lichkanga? Men hozir Ramazon aytdimmi? Efirda nima deb aytdimmi? O'zbekcha gapirdim o'shida o'rtoqlar. Men sizlarga minnatdor tushuntirsam. Menda asab bilan ovoz qolmasa kerak bu boshda. Meni yo'qotib qo'yib men bir katta mashhur shaxs edim. Men sizdan olmoqdaman, men qarzim bormi? Novni yo'qotib qo'yasiz esa, novni yozasiz. Даже meni eng yaqin odamlarim yozsa ответ beraman ichkada. Ba'zi yaqin javob beradigan odamlar misol javob beraman, tak boshqa hech kimga javob bermayman. Görsam ham görmegani olib cho'rniyatib tashlayman, vikingtatib beraman. Yozmayman ответ. O'chirib tashlayman. Men lichkada yozadigan qiz emasman. Yozishmayman lichkada. Efirda javob beraman. Yaxshi gap aytsam ham, so'ksam ham, ursam ham, depsam ham efirda depaman. No'shatsam efirda aytaman. Efirdan keyin vanda aytmayman. Shuning uchun men lichkama yozib, kallamni ortib o'tirmanga. Efirda indamay o'tirib, o'zimdan yaxshi qizni yasab, banda lichkada ish bajaradigan odam emasman. Просто efirga girish uchun boshqa hech narsa yozmayman. Efirga girish uchun siz meni lichkama yozishingiz shart emas, O'ktanbek. Siz menga podpiska bossangiz bo'ldi. Men efir ochgan vaqtimda o'zi sizga avtomatik tarzda boradi. Uning uchun siz meni lichkama yozib, o'zingiz ovora etib o'tirish shart emas. Kim neringni chiqarib turibdi? O'zbekcha gapiribman, o'zbekcha. Shart emas buncha lichkaga yozish. Podpiska bo'lsa bo'ldi, plusni bossangiz bo'ldi, tepadagi profilning tepasida plus tugmasi bor. Shuni bossangiz, kim efir ochishidan qat'iy nazar sizga boradi. Misol uchun men plusni bosmayman, men qo'ng'iroqcha ko'pman. Kim efir ochsa, keladi menga. SMS bo'lib 24 ga 7 to'xtamasdan uxlab yotsam ham, turib yotsam ham SMS kelib turadi. Ting 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 kelib turadi. Videoshi bo'lgandan keyin men o'sha qo'ng'iroqchani yoqib qo'yibman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun. Sizlar videoshi emaslar, donator emaslar. Значит, sizga shu odam kerak bo'lsa, siz shu odamni profiliga podpiska bo'lib qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. Uning uchun siz lichkasida doston yozib o'tirishingiz shart emas. Keyin men topolmay qolib efir ochganimda no'shatib berajaksizmi? O'ta bir mashhur shaxs edim Bigoda. Battle'larni o'ynab, Rashiddiya boshqa odamlarni bo'lib yotgan. O'pkam og'rib ketdi, xudoyim. Darsda 60 sekund to'xtamay gapirsam ham, agar bu daraja o'pkam og'rimasa. Kim yozyapti? O'ktam Abdullayev. Bilmayman. Hada lichkaga yozib qo'ysam mayli. Просто kuzatib o'tirish uchun. Просто kuzatmang meni. Nazarlaringiz ham og'riryapti menga, bilasizlarmi shuni? Shuning uchun просто kuzatgandan kuzatmay ham qo'yaveringlar, iltimos. To'g'ridan.
da qandan yetişip ben yetişimini bilmeli, başkasından bilmeli. Atvet beri bana oldu. Nağız atvet berin. Ha, nikni yenem özgertirip misin? Kimdendir sorayım mı nikni özgertirişinin ruhsatnamasını? Kaysından soraşım gerek. Silahını atvet beri botur silahını. Nikni özgertirdin mi, resmini özgertirdin mi? Nere vardın, neden koydun? Kaysın atvet beri botursam ma? Noğun atvet sorat tursam benden. Atvet berişim gerek mi? Yakmasa suraya beden. Sen özün bas. Tuvar. Oylan men gepi dağlanmaz, şunu vignit bolady. Gepli bujuk ağzım horuk ketdi meni. Bir mekan yiballa, çortla desem 1000 dana eken.